deb bilyapman. Yagona ongni men deb bilyapman. Lekin bu men ham bor-da, bu hozirgi men ham bor. Bu shunaqa bo'ladimi o'zi? Bo'lishi kerak emas-da. Agar ikkalasi ham bor bo'lsa, demak hozir yo'q u. Yagona ong deb bilgan narsa bu tasavvur shunchaki hozir sizda. Agar bu ham bo'lsa, u ham bo'lsa, demak yo'q u aslida. Ha, yo'q, bu Shunchaki tasavvur qilyapsiz, fantaziyaga ishonyapsiz. yo'q. Bu hozir qarang, Bardor aka, bu ikkita men bo'lyapti-da menga. Ikkita men bo'lyapti-da. Men ham o'shani aytyapman. Xuddi shu narsani aytyapman. Fantaziyaga ishonyapsiz. O'zingiz yasab olyapsiz o'sha yagona ong degan narsani va unga ishonyapsiz. Boshqa hech narsa bo'layotgani yo'q. Siz uni hali anglamabsiz demak. Ish anglab dedingiz-ku qay? Ish payt Bilmayman, sizni nima anglaganingizni bilmayman. Men shunchaki holat to'g'risida gapirdim. Holat bu boshqa narsa, anglash boshqa narsa. O paytda shunchaki mana u ego yo'q edi, men yo'q edi u paytda. Egoni yo'qligini men sezdim sizda. U yo'qoldi. Lekin ikkinchi meningiz bor bo'lsa, demak hammasi bir pulga qimmat qilyapti. yo'q. Ikkinchi men bo'lishi kerak emas. Bu men bu ikkinchi men bu men hozirgi men. Bu gaplashish uchun kerak-ku Bardor aka. Menga qarang. Hozirgi men keyingi men bo'lmaydi aslida. Agar siz anglashni anglaydigan bo'lsangiz, u yerda men degan narsa bo'lmaydi. Men yo'q u yerda. Hech qanaqa. Hech qanaqasiga yo'q. Ikkita men deyapsizmi? Demak, ego o'z-o'zini aldayapti. Xo'sh. Anglashni anglagan paytda boshqa hech narsa bo'lmaydi. Shunchaki bo'shliq. Uni anglayotganini anglaysiz, xolos. Men degan narsa bo'lmaydi. Shunchaki anglayapti, bo'shliq. Bardor aka, Xudo boshqa, yagona ong boshqami yoki ikkalasi bittarsami? Siz qanday hisoblaysiz? Men bitta narsa ikkala Xudo bitta narsa deb o'ylayman. Boshqa hech narsa yo'q deyman. Yagona ong bor, boshqa hammasini boshqarib turgan o'sha deb o'ylayapman. Yagona ong deb bilib turyapman. Shu menni ham, sizni ham o'sha yagona ong hisoblayapman. Tushunamizmi? Umuman olganda hech kim boshqarayotgani yo'q-da. Boshqaruvchining o'zi yo'q. Mavjud emas. U xohlasa qaytib qo'lga olib biladimi o'sha? Xohlasa bizani yo'q qilib biladimi? Yoki xohlasa boshqarib biladi-ku o'sha aslida. Baribir boshliq o'sha yagona ong-ku bizada, masalan. U yerda boshliq yoki bo'lmasa podчиненный degan narsa yo'q. O'zi bittagina bo'lsa. Bittagina. Boshqa yo'q u yerda.
O'shaning uchun ham yagona u. Siz ikkinchi, uchinchi odamni qayerdan topyapsiz? Sen Yo'q, men degan narsani. Sen menni qayerdan topyapsiz? Masalan, bir butun tana. Mana barmog'ingizni kesib tashlasangiz nima bo'ladi? hech narsa bo'lmaydi. Og'riq beradi. Baribir tana yashayveradi. Shu men yashayveradi. Xo'p. Hozir siz ham ongning bir bo'lagisiz. Shunchaki. Sizga u og'riq bersa o'ziga o'zi shunchaki kesib tashlamaysiz-ku siz. Sababsiz. Kesgingiz keldi, kesdingiz qo'lingizni. Bo'ladimi shunaqa? Lekin mana qo'lingiz yara bo'lib ketsa, yara bu yoqda o'rlab ketmasligi uchun kesib tashlashingiz mumkin. Yo, shunda madaraga bizlarni baribir yaratgan kim o'sha? Bizlarni yaratgan o'z-o'zidan bo'lmagan-ku baribir. Hamma narsani shu yagona qilgan-ku baribir, to'g'rimi? Shu yagona Xudo aslida, to'g'rimi? Xo'sh. Baribir o'zimizdan nima desam, xohlasa u bizlarni yo'q qilib biladi-da, masalan. Bizlarni yaratdi, xohlasa shunaqa, короче. Boshqarsa ham o'sha boshqarayotgandir aslida. Men qarang, Baribir endi sizda hozir mana tushuncha bo'lmayotgan joyi shunda bo'lyaptiki, sizda hozir shaxsiy tajriba yo'q. Bu narsani o'zingiz boshingizdan o'tkazganingiz, tajriba qilib ko'rmadingiz hali. O'shaning uchun mana shunaqa savollar paydo bo'ladi. yo, Kutilmagan savollar. Kim kimni yaratdi, nimaga yaratdi, u yo'qota oladimi? Bilsangiz, internetdan qidirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Nima? Budda shogirdlarni barcha savollariga javob bergan. Savollarga javoblari hamma yoqda tiqilib yotibdi. Lekin o'shalarning ichida 10 ta savolga u javob bermagan. Bilasizmi? Qanday savollar? Masalan, mana sizga o'xshagan savollarda ular. Koinot qanday qilib paydo bo'lgan? Xudo xohlasa uni shunchaki yo'qotib yubora oladimi? Mana shunga o'xshagan savollarga Budda javob bermagan. Nimaga bu savollarga javob bermaysiz desa, men hech qachon bunaqa savolga javob bermayman. Sababi bu sizning rivojlanishingizga, o'sishingizga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Siz hozir mana shunday o'shanga o'xshagan savolni beryapsiz-da hozir. Sizni rivojlanishingizga o'shani Xudo xohlasa yo'qotib yubora olishi, xohlasa yangitdan yarata olishi to'g'risidagi fikr sizga qanday nima beradi? O'sishingizga, rivojlanishingizga. Biror narsa bera oladimi? Ta'sir qila oladimi? yagona ong baribir bu mendan ustun-ku, baribir hamma narsadan ustun o'sha yagona ong-ku, to'g'rimi? Mendan, sizdan ham, boshqa masalan. Agar qachonki shu yagona ongga tursangiz, men masalan ko'rib bilyapman-da, shu men masalan yagona ongdan turib o'zimni ko'rib bilyapman. Aslida bu men emasligimni, tana qarashim qanaqa bo'lyapti? Masalan, ko'chada yursam, hamma narsa menga aylanyapti-da. Bu ham men deb o'ylayapman, bu ham men, bu ham hamma narsa shunaqa bo'ladimi o'zi? Yagona ongda turgan paytda. Shunaqa bo'ladi. Lekin hech kimdan ustun emas-da. Yo'q, hech kim ustun emas, to'g'ri, haqiqatan ham. Hozir siz aytyapsizki, sizdan mendan u ustunroq. Daraxtdanman deb o'ylayapman, hamma narsaman deb o'ylayapman. Xo'p, mayli, shunday deb o'ylayapsiz. Lekin bu ham o'ylayapsiz. Tajribada bormi shu? Tajribada masalan yo'q qilib ketdi, masalan hamma narsa yo'q, nol qilib ketdim, masalan tanam nol qildim,
keyin shu uyni nol qildim. Yo'q, bo'shliq. Keyin shu Toshkentni, короче, nol, O'zbekiston butun dunyo nol qilib, koinot nol qilgandan keyin, nol qilgandan keyin, hamma narsa nol bo'lgandan keyin hamma narsa bepoyon bo'shliq. Shu bo'shliqni yaratgan, shu bo'shliqni yaratgan kim degan paytda shu yagonaga bo'lib tushib qolyapman. Xo'p, mayli. Nimasi yoqmayapti sizga? Yoqmayapti emas. Lekin xohlagan paytda bu menni qayta o'zimni olib kelib bilyapman. Mana ikkita men bo'lyapti. U men ham o'sha men. Haqiqiy men o'sha, lekin haqiqiy men o'sha. Lekin men jamiyatda yashashim uchun men bu meni yaratishim kerak. Masalan, nima desam, o'zimga qolishim kerak. Baribir bu menni boshqalardan ko'ra o'zim baribir yaxshi ko'ryapman, u yo'ldan turib. Masalan, hamma narsa men bo'lgandan keyin baribir men bir nima desam, sal e'tibor bor bunga. Qani tushuntiray endi. Juda ajoyib narsa bo'lyapti ekan. Demak, ego kuchayyapti sizda. Yashirin ego deb ataladi mana shu narsa. Ego o'z-o'zini yashirib, sizga boshqa narsani ko'rsatishni boshladi. U ham men, bu ham men degan narsani, mana shu narsani hozir aytayotgan narsangiz sizda haqiqiy tajriba emas bu. Bu tasavvur, aqlni yaratgan narsasi. Shunday bo'lishi kerak degan narsa mana yerga singgan. Agar haqiqiy tajriba bo'lsa, u yerda aql bo'lmaydi. Men uman, men buman degan narsa ham bo'lmaydi. Buni shunchaki sezasiz, tamom, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Yo, aqlni sezib turibman, o'zim meni ham ko'ryapman-da tepadan, o'zim aqlimni mana shu. Lekin bu men emasligini bilib turibman. O'shani aytyapman men, boshqa narsa aytayotganim yo'q. Sizda hozir aqlning hilalari ish beryapti. Bo'ldi. Boshqa hech qanday muammo yo'q bu yerda. Siz hozir o'sha aqlni hilalaridan kechishingiz kerak. Ya'ni illyuziya paydo bo'lyapti sizda, fantaziya. O'zingiz fantaziya qilyapsiz, o'sha fantaziyangizga o'zingiz ishonyapsiz. Mana shunday bo'lishi kerak. Haqiqiy o'zingizni anglash paytida hech qanaqa fikr, hech qanaqa aql bo'lmaydi bu yerda. Men uman, men buman degan narsa ham bo'lmaydi. Siz shunchaki hech qanday fikrsiz anglaysiz. O'sha paytda siz fikrlay olmaysiz. O'ylash mumkin emas bunday holatda. Shunchaki anglaysiz, hamma narsa siz ekanligingizni to'xtatib turing. Hamma narsani shunchaki anglaysiz. Qachon bu holatdan chiqsangizgina o'ylashni boshlaysiz. O'shanda o'ylaysiz va keyinchalik ha shunaqa bo'lgan edi o'sha paytda degan fikr o'shanda keladi. O'sha paytda sizga fikr kelmaydi. Xo'sh. Masalan siz mana hozir qaysi turibsiz? Yagonada turibsizmi hozir? Men qayerdadir yuribman uchib. Aytavering. Hozir qanday gaplashyapsiz hozir? Meniz bormi? Zoomda gaplashyapmiz siz bilan. Zoomda gaplashyapmiz. Xo'sh. Yo'q, siz hozir mana shu holatdan juda bir antika bir boshqacha narsani kutyapsiz-da. Lekin o'z-o'zingizni aldayapsiz. Qisqa holatlar bo'lyapti. Mana shu egoni yo'qolgan payti siz anglayapsiz. Lekin bu juda qisqa vaqt bo'lyapti. O'sha qisqa vaqtdan keyin sizda nima desa bo'ladi? Keyin fantaziya boshlanadi. Sekin yasashni boshlaysiz. O'sha sodir bo'lgan narsani iziga yasab, to'g'rilab yuborasiz-da bu yog'ini. Bu yog'ini chizib qo'yasiz. Mana yerda nimadir turuvdi, ko'rdingiz. Lekin bu tomonni chizdingiz keyin o'zingiz. Xuddi mana shu narsa sodir bo'lyapti. U yog'ini chizish kerak emas, o'sha ko'rgan narsangizda qolish kerak.
Yo'q. Qo'shimcha narsa u yerga yaratish kerak emas. Tekshirganlik bardan aka bir bo'lishanda yana bitta shunaqa o'zim bilan o'zim sal qiyin bo'lyapti-da. Yana avvalgi taqdirga. Men ham siz bilan juda qiyin bo'lyapti. Chunki bu holatga sizdan ko'p tushgan odam yo'q. Hozir men nimalarim orasida men bir marta yoki ikki marta ko'rsatib berishim mumkin uzog'i bilan. Lekin sizda har safar bo'lyapti. Yetib boryapsiz o'sha holatga. Lekin u yog'iga aql qo'shilyapti, yasayapsiz. Bo'ldi, boshqa hech narsa bo'layotgani yo'q. Siz aytganingizdek sekin O'sha paytda menga qarang, to'xtang. Anglashni anglagan paytingizda sizni qilishingiz kerak bo'lgan ikkinchi ish nima edi? Angladingiz buni. ish payt men tanam boshqarib bilmayapman-da ish payt. O'zimni men avtomatik nima desam, o'zim boshqarishni xohlayapman. O'sha menimni nima desam, boshqarishni istayman. Shu menimni, o'zimni. Menga qarang. Boshqarib bilmayman. Shunday. Gaplasha olmayman keyin sizlar bilan. Gaplasha Hech kim olmayman. hech narsani boshqara olmaydi. Boshqarishning iloji yo'q. Sizni mana shu boshqarish istagingiz qo'shimcha obrazlar yaratyapti. U yerda istak bo'lishi mumkin emas. Istak bo'ldi degani, istaklar sizda yangi obrazlarni paydo qiladi. Nimanidir o'zgartirishni istayapsiz. Ha, o'zi fikrim bildira olaman. Ha, shu. Boshqarish kerak emas. Bu holat shunchaki siz bilan sodir bo'lgan. Bo'ldi, sodir bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. O'sha holatni ushlash kerak, o'zgartirish kerak emas. Keyin hammasi avtomatik ketadimi keyin shunda? Hamma narsa? Men qarang, shunchaki hech narsani o'zgartirmasangiz, siz anglash holatidasiz. E'tiborni ikkinchi yarmini nimaga qaratish kerak edi? Tanaga. Aqlga. Tanaga yoki nafasga. Aqlga qaratsam bo'ladimi shu aqlga? O'sha menga. Siz qilyapsiz bu ishni. Mana shu xohlayapman. Normalniy odam unaqa ish qilmaydi. Normalniy odamning ishi emas qilayotgan ishingiz. Men qarang. Xo'p. Bizning maqsadimiz hozirgi paytda aqlni tinchlantirish. Tushundingiz-a? Aqlni tinchlantirishimiz kerak. U yerda fikrlar hosil bo'lmasligi kerak. O'shanda biz bilan mana ko'rib chiqqan ekan, nimani o'sha Patanjalni yoga sutralari. O'sha yerda ikkinchi sutrasini shuncha maydalab tushuntirgan edim, bari yetib bormabdi. Bitta barda yana bitta chitta vritni nirodha deydi. Bitta shu yagonaga tushadi yana bitta. Menga qarang, to'rttagina so'z bor u yerda. To'rttagina so'z bor u yerda. Yoga chitta vritni nirodha. Ongning fikrlardan xoli bo'lishi. Bu yoga deb ataladi. Ongning fikrlardan xoli bo'lishi. Bu fikrlar bu aqlmi deganimi? Fikrlar ong ichasida fikrlamaydi, to'g'rimi? Menga qarang, sizga tushuning. Ongning fikrlardan xoli bo'lishi. Ya'ni u yerda fikr bo'lmasligi, hech qanaqa fikrni bo'lmasligi bu yoga bu, haqiqiy yoga. Haqiqiy meditatsiya mana shu narsa. Hech qanday fikrni bo'lmasligi. Masalan, siz velosiped haydaysiz-a kun bo'yi. Velosiped haydab ketyapsiz. Xo'sh, siz qancha vaqtingizni o'sha velosipedni boshqarishga sarflaysiz? Qancha o'ylaysiz velosipedni boshqarish to'g'risida? 8 soat. Bekorlarni 5 ta o'sha 8 soatdan bir taxminan 5 minut o'ylasangiz kerak bu narsani. Qolgan paytda sizni hayolingizda nimalar yuradi?
shu aql o'ylov fikrlari, g'alati fikrlar keladi. Aha, men qarang, o'sha fikrlaringizni birortasi velosipedga, uni qanday boshqarishga taalluqlimi? Yo'q, boshqa kelajak, o'tmishdagi xatolarim o'sha Aha, fikrga keladi. aha, aha. Tushundim, o'shanda ekanligini bilyapman, o'shaning uchun so'rayapman sizdan. Aldadimda Menga sizni qarang, 8 konkret, menga qarang, konkret, masalan, sizni o'ylaydigan vaqtingizni hisoblasak, o'sha 8 soat davomida velosipedni rulini hozir chapga burishim kerak deb o'ylaysizmi? yo'q. Yo'q, ha? Yo'lni ko'rdingiz, shunchaki burilgan yo'l. Rulni burdingiz. Bu yerda hech qanaqa fikr o'tgani yo'q sizdan. Pedalni bosyapsiz. Hozir mana o'ng oyog'im bilan bosaman, keyingisida chap oyog'im bilan bosaman degan narsa o'ylaysizmi? Yo'q, yo'q. Biror marta o'ylamaysiz-a? Oyoq shunchaki harakatlanadi. Xo'p, siz velosipedda o'tiribsiz. Hozir men balansni mana bunday ushlashim kerak. Sal o'ngroq tashlasam, bu yoqqa ketadi, sal chaproqqa tashlasam, bu yoqqa ketadi hozir velosiped. Bunaqa fikr keladimi siz hayolingizga? Yo'q, yo'q. Birortasi kelmaydi. Demak, 5 minut ham o'ylamas ekansiz o'sha 8 soat ichida. Lekin velosiped haydayapsiz. Kun Yo'q, bo'yi. to'g'ri azlashdim, to'g'ri. Kun bo'yi velosiped haydayapsiz, lekin o'sha 5 minut ham o'ylayotganingiz yo'q velosiped haydashni. Avtomatik bo'lyapti bu narsa. Hamma narsa avtomatda bo'lyapti, biror narsani o'ylayotganingiz yo'q. Lekin siz velosipedni qanday haydayotganligingizni, o'ngga burish, chapga burish kerakligini, pedalni qattiq sekin bosish, tormoz bosish hammasini bilasiz. Anglayapsiz ularni. Anglayapsizmi? Qachon qanday qilish kerakligini anglayapsiz. Shu. Постоянный hisob kitob bor. Hozir pedal tormozni bosishni boshlasa, u 10 metrga borganda to'xtayman, mana bu mashinaga borib urilmayman degan narsani aniq bilasiz. Lekin o'ylamaysiz. Yo'q. Xo'p, o'ylamadingiz. Kun bo'yi mana shu narsani bajaryapsiz. Shu. Lekin nimagadir boshqa narsa haqida siz bilan gaplashgan paytimizda aynan bu narsani o'ylashim kerak deb o'ylayapsiz. Kun bo'yi bu narsani qilyapsiz. Hech narsani o'ylamasdan o'sha faoliyatni bajaryapsiz. Velosipedni boshqarish bu o'yin ish emas bu. Juda qiyin narsa. Lekin o'sha qiyin narsani siz shunchaki avtomatda bajaryapsiz, hech qanday fikrlarsiz. U yerda sodir bo'layotgan hamma jarayonni shu vaqtning o'zida anglayapsiz, unga reaksiya beryapsiz. Aks holda siz yiqilib tushib o'sha yerda bir nima bo'lgan bo'lar edingiz. Lekin yiqilmayapsiz kun bo'yi. Lekin boshqa narsaga kelgan paytda anglash to'g'risida gapirsam, u yerda siz o'ylashni boshlayapsiz. O'ylamasdan ham anglash mumkin. Hech narsani o'ylamasdan. Sizda bor bu narsa. Bu narsani qila olasiz. Faqat velosiped haydashda shuni qila olyapsiz. Lekin mana ruhiy rivojlanishga kelgan paytda, o'zlikni anglash kerak bo'lgan paytda buni qila olmayapsiz. Aslini olganda bu eng sodda, eng oddiy bizni tabiiy holatimiz bu. Odam tabiiy holati bu. Hech narsa o'ylamasdan istagan bir harakatni amalga oshiradi. Istagan harakatni. Lekin biz o'ylash kerak deb o'ylaymiz va bunga ishonamiz. Siz hozir o'sha aytgandek anglashni qilasiz, uni anglab turgan holatda e'tiborni yarmini tanaga qaratasiz yoki nafas olishga. Tanada nima sezyapsiz yoki bo'lmasa bitta narsaga qarating, nafas olishga qarating, bu osonroq odatda. Tanani umuman ko'rayotgan. Manzaraga qarang.
nafas olishga qaratib, nafas olishga To'xtang, qaratib. to'xtang. Hozir ikki taraflama e'tibor degan narsani umuman bajarmayapsiz. Siz hozir e'tiborni anglashga qaratyapsiz, ikkinchi tomonga hayol ketdi fikrlar. Siz hozir mana tana bilan anglashni ikkalasini birlashtirishingiz kerak. Mana shuni bajara olmayapsiz. Anglashni anglagan holatda e'tiborni ikkinchi yarmi to'liq tanada bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasa bitta nafas olishga qarating, boshqa narsaga umuman qaratmang. Nafas olyapsiz, nafas chiqaryapsiz. Hammasini anglab turing va anglash holatini anglang. Ikkalasini bir vaqtda. Bu yerda hech qanaqa fikr bo'lishi mumkin emas. O'chadi hammasi. Siz 15 minut mana shu holatni ushlab tura olsangiz, hech qanaqa qo'zg'atmasdan uni. Ikkalasiga ham bir vaqtda e'tibor bering. Ko'p kerak emas, 15 minut. Men qildim, bugun qildim, bugun qildim. Bugun Agar qilganingizda mana shu savollaringiz bo'lmasin. Unga emas, bilmadim, hozir men xato gapiryapman. Shunga qildim. Shu siz aytganingizda nafasga qaratdim, faqat nafasga. Boshqa hech narsaga e'tibor bermadim. Keyin avtomatik anglashga o'tib ketdi. Bunday bo'lishi. Anglashga e'tibor berdim. Tana nafas olyapti, lekin tana nafas olyapti. O'z-o'zidan nafas olyapti. Anglash shu kuzatib turibdi-da. Kuzatib turibdi. Keyin men nima qildim? Men gaplashib ko'chaga chiqishim kerak, ishlashim kerak dedim. Shu obed qilgandan keyin. Shu anglashib turganimdan turib, bu menimni kuzatdim, shu egoni kuzatdim. Lekin baribir keyin yurishim uchun baribir menga aylandim, qarochi qaytib yagona ongdan turib. Lekin baribir yagona ong tomosha qilib turibdi, shu menimni ham, shu egomni ham, shu tanam nafas olib turganimni ham baribir. Shunday bo'ladimi o'zi? Yo'q. Agar siz ikkalasiga bir vaqtda e'tibor qarasangiz, uchinchi narsa bo'lmaydi bu yerda. Baribir men yaxshi ko'ryapman-da, o'zim menimni yaxshi ko'ryapman nimagadir. Yo'q, siz uni qo'yib yuborgingiz kelmayapti. Yaxshi ko'rayotganingiz yo'q. Qo'rqyapsiz bundan ayrilib qolishdan. Lekin ayrilishdan qo'rqyapsiz. Boshqa hech narsa bo'layotgani yo'q bu yerda. Hozir ikki narsa gidi. Mana hech qanday hissiyotlar ham paydo bo'lmaydi, fikr ham paydo bo'lmaydi. Siz hozir hamma narsani birdan qilgingiz kelyapti, tez qilgingiz kelyapti. Oldiniga bekor vaqtingiz bajaring bu narsani. Hech kim sizga xalaqit bermaydigan vaqtda. Tinchgina o'tirgan holatda, hech qanday harakatsiz mana shu narsani oldin statik holatda bajarishni o'rganing. Anglashni anglang va nafasni anglang. Ikkalasini, boshqa hech narsa oraga qo'shilmasligi kerak. Hozir bizda qanday bo'ladi bilasizmi? Mana bu ko'p funksiyalilik degan narsa bor. Hammaga tiqishtirishadi bu narsani. Aytishadi-ku, Napoleon bir vaqtning o'zida ikki qo'lda ikkita xatni yozishganlar. Mana shunday narsa qilish bizga ham kerak deb o'ylayman bizda. Siz hozir bir vaqtning o'zida 2, 3, 4 ishni qilishni xohlayapsiz. Ana siz kompyuterni ozroq tushunasiz. Uni qanday ishlash prinsipini ham bilasiz. Kompyuter bir vaqtning o'zida bittadan ortiq ishni bajara olmaydi. Bundan xabaringiz bor-a? Bitta funksiya bajaradi. Lekin unda ana uzib o'chirgichlari bor. Hozir bu ishni bajaradi, mana uni to'xtatib turadi, yana bir ishni bajaradi. U yerda o'ta tez bo'lganligi uchun bu narsani sezmaysiz. Hozir mana uni bajarib turadi, keyin buni to'xtatadi, mana unisini bajarishni boshlaydi, keyin uni to'xtatib turib bunisini bajaradi, keyin yana bunga keladi. 3 ta ish buyurib qo'ysangiz, 3 tasini ham bir vaqtda bajarishga harakat qiladi, lekin o'sha 3 ta, 4 ta, 5 ta ishlarni ko'paytirsangiz, umuman kompyuter osilib qoladi. O'zini nima qilayotganini o'zi bilmay qoladi oxir. Sizda ham xuddi shunday bo'lyapti-da. Aql hozir bir vaqtning o'zida bir nechta ish qilishga harakat qilyapti.
e'tiborni yo bu yoqqa, yo bu yoqqa, yo bu yoqqa, yo bu yoqqa tashlayapti. Siz e'tiborni bir joyda ushlashni o'rganishingiz kerak bo'ldi. Hozir sizni e'tiboringiz chalg'iyapti-da. Bill Gates to'g'risida bitta anekdot bor. Bir kuni o'g'li kelibdi Bill Gatesning oldiga. U kompyuterda ishlab o'tiribdi ekan. Kelibdi, dada, ha, nima deysan? Nima aytishadi? Qo'shnilar aytyapti, Windows degani bir vaqtda ko'p ishlarni bajara olar ekan-a, debdi. Ha, bajara oladi, to'g'ri debdi bolam debdi. O'shani qanday qilishini ko'rsatib bering desa, "Bo'pti bolam, hozir bitta shoshmay tur. Men bu disketni formatlab olay, tugagandan keyin ko'rsataman" degan ekan. Ko'p ish bajara oladigan bo'lsa, nimaga endi disketni formatlab qo'yishni kutish kerak? Ha, shu. Sizda xuddi shunday narsa bo'lyapti-da. Hamma narsaga bir vaqtda e'tibor beryapsiz. Bu faqat o'z-o'zingizni aldashning yo'li bu. Siz istagan ishingizni qilishingiz mumkin. Istagan narsangiz sizni o'sha realizatsiyaga olib borishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Xohlasangiz o'sha velosiped haydashingiz ham sizni realizatsiyaga olib borishi mumkin. İstesangiz kim bilandir urushish ham olib borishi mumkin. İstesangiz qandaydir mantralarni kuylashingiz ham o'sha joyga olib boradi. İstesangiz nimandir sevishingiz ham o'sha narsaga olib boradi. Demak, men istayotgan narsamni o'sha ishga oldim. Menga qarang, to'xtang. Faqat bittagina talabi bor uni. Butun e'tibor o'sha narsaga qaratilishi kerak. Boshqa narsaga umuman chalg'imasligi kerak. Siz bir ishni to'liq berilib, o'shaning ichiga kirib, boshqa hech narsaga chalg'imasdan qilayotgan paytingiz bo'lganmi? Ha, ko'p bo'lgan. Nimadir ish qilyapsiz, berilib qilyapsiz-da. Keladida kimdir sizni chaqiradi o'sha paytda. Eshitmaysiz. Yoningizda turib chaqiryapti. Bo'lgana? Ha. Sizgacha yetib kelmaydi. O'sha paytda sizni aqlingiz qayerda edi? Meningiz qayerda edi? Yo'q edi, yo'q edi bo'lgan. Hech payt yo'q bo'lgan. Avtomatik bo'lgan bu narsa. Avtomatik emas. Sizni butun e'tiboringiz o'sha vazifani bajarishga qaratilgan edi. Boshqa hech narsani qabul qilayotgani yo'q edi. Bir nuqtaga qaratilgan edi. O'sha holatni siz uzoq vaqt ushlab tura olsangiz, bu narsa sizni realizatsiyaga olib kelishi mumkin. Istagan bir ishingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, siz uni yaxshi deb bilasizmi, yomon deb bilasizmi, farqi yo'q. Realizatsiyaga yagona olib borish deyapsizmi? O'sha nazar etyapsizmi? Tushunmadim. O'sha realizatsiya deganingiz o'sha yagona onga tushib qolishni nazar etyapsizmi? Ha, o'sha yuqori darajaga chiqishni realizatsiya deb ataladi. Mardon aka, o'sha yagona on hammani kuzatib turadi, meni shu butun dunyoni kuzatib turadimi? O'sha yagona on? Xo'sh. O'shami? Demak, shunaqa shunday tushunganman, shunaqa siz yo'q deyapsiz-da. Xato tushunganingizni aytyapman, xolos, boshqa narsa aytayotganim yo'q. Sizda hozir shunday bo'lyaptiki, o'zingizni fikrlaringizni, qayerdandir o'qib, eshitib olgan narsalaringizni haqiqat sifatida ko'rishga intilish bo'lyapti. Va bu narsani eng yomon narsa nima ekanini bilasizmi? Yarim haqiqat. Haqiqat yarim bo'lsa, bu eng yomon narsa. Hatto yolg'ondan ham yomon. Sizda qisman o'sha narsani ko'rish bo'lyapti, qolganini o'zingiz yaratyapsiz. Shunchaki qanday, menga qarang. Oldindan nima desa bo'ladi? Siz anglash holatiga o'tganingizda hech narsani
haqiqiy o'tganingizda hech narsa to'g'risida fikringiz bo'lmaydi sizda. Absolut nol holatdasiz. Yangi fikr bo'lmaydi sizda. Yoki buni o'tmish to'g'risida hech narsani bilmaysiz. Masalan, mana bu stakan. Men hozir mana o'ylayapman, bilyapman, mana shu stakan biz uyimizga kelganiga taxminan 2 yilcha bo'lgan. O'rtada yuribdi-da, 2 yildan buyon o'rtada yuribdi bu stakan. Bilaman men. Mana shu stakanni taniyman. Qayerda qanday dog'i borligini ham bilaman. Lekin siz o'sha holatga o'tgan paytingizda bu stakanni tanimaysiz. Bu yangi stakanmi bu? Bunaqasini ko'rmagan ekanman. Qiziqib ko'rishni boshlaysiz. Xuddi birinchi marta ko'rayotgandek. Men sizga hali faqat stakan haqida gapiryapman. Istagan bir narsa. U holatda sizda bu narsa to'g'risida oldindan fikr bo'lmaydi. Siz o'zingizni fikrlaringizni unga aralashtirib yuboryapsiz. Hech narsani aralashtirmasdan shunchaki uni ko'rishni boshlaysiz. Xotiningiz bilan necha yildan buyon yashayapsiz? O'sha holatda uni ko'radigan bo'lsangiz, "O, qanaqa qiz ekan bu" deb qaraysiz. Tanimaysiz kim edi bu? Bo'ladi shunaqa holat. Bu real holat. Mardor aka qarang, mana o'sha bo'shliqqa shu kabi aytib, bepoyon bo'shliq, hamma joy bo'shliq, yon taraf ham, chap taraf ham hamma joy bo'shliq, bepoyon bo'shliq, cheksiz. O'sha bu gap payti hech narsa qolmagan payti yagononga tushib qolyapman. O'sha bo'shliqni kim yaratgan, o'sha bepoyon bo'shliqni kim yaratgan degan payt o'sha yagononga tushib qolyapman. Shunaqa biladimi o'zi? Mana bo'shliqni kim yaratgan, mana shu yagononga tushib qolyapman. Lekin yagonongni bo'shliq qilib bo'lmayapti. Masalan, bo'shliq qilaman desam, kim yaratgandan nima farqi bor? Siz uchun hozirda buni hech qanaqa farqi yo'q. Kim yaratganligini. Hozir sizda juda antika holat bo'lyapti-da. Masalan, shunday holat bo'lyaptiki, siz kechasi ketib borayotdingiz, orqangizdan kimdir keldi, boshingizga bitta qo'ydi qish bilan. Bu qochib ketdi. Misol uchun. Anangiz kasalxonada o'zingizga keldingiz. To'xtang, gap bu yerda emas. O'shanda kasalxonaga o'zingizga keldingiz. O'shanda vrachlar siz o'zingizga keldingiz, hozir sizni operatsiya qilishimiz shart. Miyangizga qon ketyapti. Umuman miya ishdan chiqishi mumkin deyishdi. Siz nima qilasiz? Yo'q, operatsiya qilmaysiz. Oldin o'sha urgan kim ekanligini aniqlaysiz. U qanday odam bo'lgan? Erkakmi, xotinmi, o'g'rimi, kazzobmi, kim bo'lgan? Avval uni topib kelasan, mana bu yerga o'tirgizsan, jazosini berasan, anondan keyin operatsiya qilasan deyapsiz. Siz aytayotgan gapingiz mana shu bo'lyapti. Ungacha men operatsiyaga rozilik bermayman. Uni kim ekanligini nima farqi bor sizga? Hozir birinchi galda siz uni anglashingiz. Hozir birinchi galda siz uni anglashingiz. Uni anglaganingizdan keyin haqiqiy sizni tajribangizda bu narsa paydo bo'lgandan keyin, anondan keyin siz keyin bu qayerdan paydo bo'lgan degan narsani o'sha joydan turib anglashingiz mumkin. Kim yaratgan, kim yo'qotadi, o'sha joydan siz anglashingiz mumkin. Lekin siz unga yetib bormasdan oldin buni aniqlashga harakat qilyapsiz. Sizga kerak emas, sizni yo'lda ozdiradigan yo'ldan ketyapsiz. Aslida bu narsaning keragi yo'q. Lekin siz o'zingizga kerak deb o'ylayapsiz. Aslida siz o'ylayotganingiz ham yo'q bu narsani. Aqldan kelayotgan fikrlar bular. Ego o'z-o'zini yashirish uchun sizni nima deydi? O'sha bo'lar bo'lmas ishlar bilan band qilib qo'yyapti. Siz uni o'zini kavlamasligingiz uchun sizni boshqa narsa bilan band qilishga harakat qilyapti.
o'sha kerak emas narsalar bilan shug'ullanib tursangiz, keyin ego bilan shug'ullanmaysizda. U juda yaxshi o'ylangan strategiya. Juda mantiqiy. Va siz mana shuni uni nimasiga tushyapsiz-da. Qazib qo'ygan choqiga. Bila turib tushyapsiz. Mardon aka, mana o'sha yagonaga tushgan paytim g'alati holat bo'ldi. Mana shu mast bo'lgan 7 yil oldin spirtli ichimlik ichganman. Endi o'sha holatga tushib qolganda bo'ldi-da, mana yaqinda o'sha yagonaga tushib qolganimda o'z yig'i keldi. O'zim boshqara olmadim-da. Shu avtomatik bo'lgan narsa necha daqiqadir bir 5 daqiqaday bo'ldi. 5 daqiqadan keyin avtomatik yana yo'qolib ketdi. Yana eslayman desam bo'ladi, yana kam. Bu 5 sekund, 10 sekund bo'lib qoladi. O'sha holatda bo'lib qolar ekanda, spirtli ichimlik ichganingizdagi holat. 7 yil oldin bo'lgan narsa. Yo'q, aynan shunga o'xshash bo'ladi, boshqacha bo'lmaydi. Siz o'sha ichishni nima uchun ichiladi, bilasizmi? Aqlni o'chirish uchun ichiladi. Ichgan paytda u tranquilizator aqlni o'chiradi. Aql ishlamay qoladi. Yoshligimda ichganmi, yo'q, yoshligimda bo'lganda. Yo'q, gap yoshligingizdami, kattaligingizda emas. Gap unda emas. Lekin ichish sizni o'sha mayzni o'chiradi aqlni. O'chgandan keyin siz juda mazza qilyapsiz-da. Aql o'chdi u yerda. Siz mazza qilishni boshlaysiz. Aslida mana shu narsa kerak. U aroqni achchig'i hech kimni qiziqtirmaydi. Xuddi o'sha mastga o'xshagan bo'lib qolasiz. Umuman aql o'chgan paytda. Bu dastlabki vaqtda bu. Keyinchalik bunga asta-asta o'rganiladi. Lekin yana bir yomon joyi bor. Bu narsaga birinchi tushgan paytingizda tasodifan tushib qolasiz. Mayli shunday bo'ldi, aql o'chdi. Siz mastga o'xshab yuribsiz. O'sha holat sizga juda yoqdi. Ana undan keyin ma'lum vaqtdan keyin yana o'zingizni hamisha holatingizga baribir qaytadi. Aql baribir ishga tushadi. Ego baribir yig'iladi. Yo'qolgani bilan. Xo'p, ana undan keyin sizda nima paydo bo'ldi? Sizda tasavvur paydo bo'ldi mana bu yerda. O'sha holatni eslayapsiz. O'shanda mana shunday bo'ldi, o'shanda juda yaxshi holat bo'ldi. Siz hozirgi mavjud holatingizni nima desa bo'ladi? Qadrsizlantirishni boshlaysiz. O'sha payt yaxshi edi. Hozir emas. O'shanday bo'lishga harakat qilish kerak. Ya'ni sizda yana psixologik vaqt paydo bo'ladi. O'tmishda yaxshi edi. O'sha eslash kerak. Eslash kerak o'sha paytda. To'xtang. Allo. Kerak emas. Men aytgan narsam o'z yo'liga. Hozir aytayotgan narsamni siz yaxshilab eshitib oling. Sizda o'tmishda qandaydir yaxshi bo'lgan edi, o'shani kelajakda yana qaytarish kerak degan fikr paydo bo'ldi. Siz hozirgi damingizni qadrsizlantirib, o'sha o'tmishni eslab, nima dedi? Sog'inish paydo bo'lyapti-da. O'sha sog'inish degan narsa bu istak bu. Istaklar fikrlarni keltirib chiqadi. Shuni malaga tushundim. Sizni hozirgi damingizda sizni qilishingiz kerak bo'lgan asosiy ishingiz o'tmishda qanday bo'lgani, kelajakda qanday bo'lgani sizga qiziq bo'lishi kerak emas. Nima bilandir taqqoslash kerak emas. O'sha holatga intilish kerak emas. Shunchaki sizni bajarishingiz kerak bo'lgan narsa sizni konkret ketma-ketlik bor, mashq. Bajarishingiz kerak bo'lgan mashqingiz bor. Konkret ketma-ketlik. Mana uni ketidan buni, keyin buni bajarish kerak. Sizni ishingiz biror narsani kutmasdan shunchaki o'sha mashqni ketma-ketligini bajarish. Uni natijasida nima keladi, nima ketadi siz uchun qiziq emas. Bu ham karma yogani bitta elementi, sizni hayotingizga kiritishingiz kerak bo'lgan. Mana shu narsani siz hayotingizga olib kirishingiz kerak. Hayotingizda shunday narsa bo'lishi kerakki, siz mana shu maqsadga erishish uchun maqsad qo'ydingiz.
qayerga borish kerakligi ma'lum. Arondan keyin qo'lingizdan kelgan hamma harakatni qilyapsiz. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas sizdan. Natija qanday bo'lishi o'z yo'liga. Natijani kutib ishlash kerak emas. To'g'riroq natijaga harakat qilasiz, lekin natija qanday bo'lsa ham uni shundayligicha qabul qilasiz. Balkim siz harakatingiz natijasida o'sha maqsadingizga erisharsiz. Balkim erishmaysiz. Buni sizga umuman farqi bo'lishi kerak emas. Shunchaki siz o'z ishingizni bajardingiz. Boshqasi o'z yo'liga. Xo'sh, boshqa savollar yo'qmi? Xo'sh, menda har doim ish ishlaganda qulog'im eshitmay qoladi. Juda ko'p chaqirganlardan keyingina javob olishadi. Bu boyagi gap bor. Xuddi shunday holat hammada ham sodir bo'ladi. O'sha biror narsaga berilgan paytingizda butun diqqatingiz o'shanga bergan paytingiz boshqa narsa buni buzishdan qiyinroq bo'ladi. Lekin mana shu holatni faqat o'sha ishga emas, istagan bir narsaga qo'llay olishingiz kerak. Bu narsa diqqatni jamlash deb aytiladi, dharana deyiladi. O'sha diqqatni bir nuqtada uzoq vaqt ushlab tura olish sizni istagan bir maqsadingizga yetkazishi. Xo'p, mayli. Boshqa savollar bo'lmaydigan bo'lsa, unda meditatsiyaga o'tamiz. Xo'p. Ko'zingizni yuming va tana qanday nafas olayotganligini kuzating. Ko'zingiz yumuq holatda tanaga e'tibor qarating. U o'zi nafas olyapti va o'zi chiqaryapti. Siz bu jarayonga aralashayotganingiz yo'q. Shunchaki bu avtomatik sodir bo'lyapti. Tana nafas olyapti va uni chiqaryapti. Bu hayotning bazaviy sikli. Eng asosiy narsalardan bittasi bu nafas olish. Organizm nafas orqali butun yon atrof bilan energiya almashadi. Va nafas olayotib, ushbu nafas olish nima anglayotganiga e'tibor bering. Tana o'zicha nafas olyapti, uni hech kim boshqarayotgani yo'q. Lekin nafas olinayotgani va chiqarilayotgani nimadir kuzatyapti, uni anglayapti. Buning uchun e'tiborni shunchaki orqaga qaratadi. Unga diqqat bilan e'tibor qaratsangiz, ushbu anglayotgan narsaning hech qanday shakli, o'lchami, rangi, ko'rinishi, hech qanday xususiyat yo'qligini ko'rasiz. Uning yagona xususiyati
bu anglash. U har qanday narsani siz kun bo'yi qilayotgan har bir ishingizni, har bir harakatingizni, tana a'zolaridan kelayotgan hamma signallarni anglayapti. U hech qachon dam olmaydi. Kuniga 24 soat, yiliga 365 kun u doimo anglashda. Hatto siz uxlayotgan paytingiz sizni tushlaringizni ham nimadir anglaydi. Siz tush ko'rdingiz. Aslida siz ko'zingiz bilan ko'rganingiz yo'q o'sha. Qandaydir tush sodir bo'ldi va uni nimadir angladi. O'sha anglayotgan narsaga butun e'tiboringizni qarating. Va shu bilan birgalikda nafas olishni kuzatishni davom eting. Hozir siz o'sha shaklsiz anglash mavjudligini anglayapsiz. Ana endi e'tibor qarating. Ushbu anglashning o'zini kim anglayapti? Nima anglayapti? U yerda ikkita narsa yo'q. Bitta anglash bor. Yaxshilab e'tibor qarating. Ushbu anglash o'z-o'zini anglayapti. Va bu anglayotgan narsa bu haqiqiy siz. Bu anglayotgan narsa olamda yagona. Boshqa anglash mavjud emas. Bu bittagina. Olamda qancha odam bo'ladigan bo'lsa, qancha hayvon, qushlar, o'simliklar, dov-daraxtlar, toshlar, tuproq, hammasining ongi bitta. Ularning hammasi orqali o'sha yagona ong anglaydi. O'sha yagona ong gul sifatida gullayapti. Jonli mavjudotlar ushbu gulni hidlayapti. Har birining ortida o'sha yagona ong turibdi. Yagona ong o'zining hidini o'zi hidlab, o'zi anglayapti. Qushlar sayrayapti. Ularning sayrashini
sizning qulog'ingiz orqali eshitib mazza qilyapti. Qush bo'lib sayrayotgan ham, uni tinglayotgan ham uning o'zi. Va ushbu anglovchi on sizsiz. O'zingizni ushbu yagona on sifatida anglagan holda niyat qiling. Yagona ongda yaxshilik va mehr-muhabbat vibratsiyalari kuchaysin va u barcha vibratsiyalardan ustun bo'lsin. Niyatni anglashingiz bilan ushbu niyat amalga oshganligini ham anglang. Shu zahoti yaxshilik va mehr-muhabbat vibratsiyalari kuchaydi va ustun vibratsiyaga aylandi. Endilikda butun yer yuzi aholi 8 milliard kishi bir vaqtning o'zida ushbu amaliyotni bajarayotganligini anglaydi. Ularning hammasi o'zini yagona ong sifatida anglayapti. Va hammasi bir vaqtda yagona ongda yaxshilik va mehr-muhabbat vibratsiyalari kuchayishini niyat qilishyapti. Va shu zahoti ushbu niyat amalga oshyapti va u milliardlagan marta kuchayyapti. Ushbu vibratsiyalarning tobora kuchayib borayotganligini ana endi siz yagona ong sifatida bir vaqtning o'zida o'sha 8 milliardta odamning har biri orqali niyat qiling. Yagona ongda yaxshilik va mehr-muhabbat vibratsiyalari kuchaysin. Bu niyat aytilishi bilan u amalga oshganligini anglang.
yagona ongda yaxshilik va mehr-muhabbat vibratsiyalari milliardlab marta kuchaydi. Va shu bilan birgalikda butun koinot bu vibratsiyalar bilan to'lib to'ladi. Bir vaqtning o'zida o'zingizni 8 milliard odam sifatida his qilish, anglash nima ekanligini eslab qoling. O'zingizni yana yagona ong sifatida anglang. E'tibor bering. Ushbu yagona ongning na o'tmishi, na kelajagi, na yoshi, na jinsi, na millati, na biror bir ijtimoiy statusi mavjud emas. U shunchaki mavjud. U shu yerda va hozir. Bu dunyodagi barcha narsalar undan paydo bo'lgan va unga qaytadi. Bu koinotdagi mavjud yagona reallik. Ushbu ongdan boshqa har qanday narsa illyuziyadir. Chunki ular vaqtinchalik. O'z vazifasini ado qilgandan keyin yana o'zligiga qaytishadi. Yagona ong o'zgarmas. Unga hech qanday ta'sir o'tkazishning imkoniyati yo'q. O'zingizni ana shu yagona ong sifatida anglagan holatda ko'zingizni sekin oching. Va ushbu holatni iloji boricha uzoqroq vaqt ushlab turishga harakat qiling. Kun bo'yi eslatmalar qo'ying. Va ushbu eslatmalar eshitgan paytingizda anglashni anglang. Bu sizning
shu holatda uzoqroq vaqt qolishingizga yordam beradi. Hozircha xayr, salomat bo'ling. Ertaga uchrashguncha.